Hamdan lillah va salatan ala rasulillah. Istinjodan murod insonning o'sha mahrajidan najosat chiqadigan joyidan chiqqan najosatni tozalab ketkazish nazarda tutiladi. Shu ma'no shu. Endi shu istinjo qilishda kesak bilan va boshqa tozalovchi vositalar bilan hozirgi davrdagi mana shu tahoratxonadagi tualet qog'ozlari bilan demak tozalanishlik shar'an joiz amal hisoblanadi. Endi shu najosat chiqqan joyiga yoyilib ketganda suv bilan tozalashlik farz bo'ladi. Yoyilganligi kengroq joyga yoyilganda. Lekin yoyilmasa, o'sha joyni o'zidan bo'lsa, kesak bilan yoki qog'oz bilan tozalansa, tozalik o'rniga o'tadi, joiz bo'ladi. Endi qachon suv bilan yuvish shart emas deyilsa, avvalo bir odam uxlab yotuvdi, turdi, tahorat qilmoqchi. Mustahab qilmaydi, ya'ni istinjo qilmaydi, suv bilan yuvilmaydi. Bemalol hech narsa qilmagan bo'lsa, tahorat qilib ketaveradi. Yoki insonning orqasidan yel kelsa, o'sha yel kelgan paytda ham istinjo qilishlik shart emas. Ya'ni tahoratxonaga borib, orqa oldini boshqatdan yuvishligi shart emas. Balki yel chiqdi, tahorati buzildi, bemalol qo'l yuvish bilan, yuzini yuvish bilan, og'iz burnini chayish bilan tahoratini boshlab ketaveradi. Endi istinjo masalasida ba'zi bir odamlarda noto'g'ri tushuncha bor. Tahoratxonaga borib faqat bovul qilsa, ya'ni oldi tahoratini qilsa ham suv bilan yuvaveradi. Yo'q, uni qog'oz bilan yoki kesak bilan quritilsa oxirigacha yuvish shart emas. Ana shu ko'p yuvaverish evaziga ba'zi bir odamlar kasallikka duchor bo'lgani, demak siydigini ucha olmaydigan holatga kelib qolishligi va boshqa demak tahoratda qiyinchilikka duch keladigan holatlarga ro'para bo'lishligi bir qancha holatlarda bor. Savollarda ma'lum bo'ladi. Shu narsada ehtiyot bo'lishimiz kerak. Peshob qilgan kishi, katta hojat chiqargan kishi najosat chiqqan joyni o'zini agar o'sha yoyilib ketgan bo'lsa, yuvish kifoya qiladi. Yoyilmagan bo'lsa, yuvish ham shart emas. Balki kesak yoki latta bilan yoki qog'oz bilan tozalasa, shuni o'zi kifoya qilaveradi. Vallohu taolo alam bis-savob.